O'zbekiston 2030 strategiyasida mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti hajmini 160 milliard dollarga va aholi jon boshiga daromadlarni 4 ming dollarga yetkazish maqsadi belgilangan. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, bunga faqat ichki bozor bilan emas, balki eksportni ko'paytirish orqali erishiladi. Muxbirimiz bu borada Buxoro viloyatida olib borilayotgan ishlar misolida mavzuni davom ettiradi. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidagi paxtachilik klasteri tizimidagi ishlab chiqarish korxonalari tomonidan o'tgan yili eksport hajmi 40 million dollardan oshdi. Joriy yil boshidan jamiyatga olib kelingan yangi uskunalar esa o'z navbatida ayni shu ko'rsatkichlarni yanada ko'paytirishga qaratilgan. 2024-yilda 40 million dollar eksport qilingan, 25-yil 50 million dollardan ortiq eksport qilishni rejalashtiryapmiz. 2024-yilda mahalliy eksportyorlar tomonidan 14 ta yangi davlatlarning bozorlariga mahsulotlarni eksport qilish bo'yicha shartnomaviy munosabatlar yo'lga qo'yildi. Bu borada ham ushbu to'qimachilik korxonasi xalqaro standartlarni joriy qilish hisobiga yetakchilar qatorida bormoqda. 8 yildir ishlayapman. Men O'zbekistonda 8 yildan beri to'qimachilik sohasida hamkorlik qilib kelyapman. Ochig'ini aytishim kerak, so'nggi yillarda mamlakatingizda bu soha jadal sur'atlar bilan rivojlanyapti. Davlatingiz rahbarining ishlab chiqarish korxonalariga taqdim qilayotgan imkoniyatlari natijasida xorijning eng so'nggi texnologiyalari keltirib o'rnatilmoqda. Bu esa sifat samaradorligini oshirish uchun katta ahamiyatga ega. Buxoroda eksportyor korxonalarining har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi natijasida joriy yilda 12 turdagi yangi mahsulotlarni eksportga yo'naltirish orqali qo'shimcha 25 million dollarlik eksport qilish va jami mahsulotlar turini 59 taga yetkazish rejalashtirilgan. Tadbirkorlik uchun berilayotgan har bir imtiyozlardan unumli foydalanib, o'zimizning ishlab chiqarish hajmimizni, sifatimizni yanada yaxshilab, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlari jahon bozoriga olib chiqamiz. Korxonamiz 2024-yilda 40 million dollarga yaqin eksport amalga oshirdi va biz aminmizki 2025-yilda bu ko'rsatkichlarni 50 million dollarga yetkazamiz. Mahsulotlar sifatini jahon standartlariga moslashtirish maqsadida 97 ta korxonada xalqaro standart va sertifikatlar joriy qilindi. Mahalliy mahsulotlarni xorijiy davlatlarda xaridorgacha yetkazib berishni yo'lga qo'yish uchun mahalliy ishlab chiqarish korxonalarining 10 ta savdo uylari ish boshladi. O'tgan yilgi eksportimizdan bu yilda eksportimiz 30% ga oshdi. Davlatlar ichida yana kengayish boshlandi, ya'ni eksport sferamizni kengaytirdik. 2025-yilda viloyat bo'yicha jami hududiy korxonalar mahsulotlari eksporti hajmini 350 million dollarga yetkazish, xizmatlar ko'rsatish eksportidan 50 million dollardan ortiq valyuta tushumlarini ta'minlash nazarda tutilgan. Bunda ham albatta viloyatning eng ilg'or tumanlaridan bo'lgan G'ijduvonning ulushi anchagina katta olingan. 2025-yilda tuman bo'yicha jami 240 million dollar xorijiy investitsiyalarni jalb qilish reja qilib oldik. Bundan tashqari eksportni ham 30% oshib 55 million dollardan oshiq qilib bajarish bo'yicha rejalarni belgilab olganmiz. Prezidentimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlar esa bu rejalarni ortig'i bilan uddalashda muhim asos bo'lib xizmat qilishi aniq. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.